Şunda qayg'uluq naqshlardan keyin tomoshabinlarning ko'nglini ko'tarsak qanday deysiz singlim? Bo'ladi, undaqda sahnaga Toshkent akaga mehmonlarimizni taklif qilaylik. Marhamat, maxsus Shavkat Show teatr studiyasining muxlislari uchun syurpriz. Sahnada O'zbekiston estrada yulduzi Azoda Abduqahorova bilan Ixtiyor Rajapovlar. Naqsha assalom. Xalqimning kelgusi tayyor xizmat qilishga doimo o'g'il qizi. Assalomu alaykum jon do'stlar, zamondosh jo'r ham yoshlar. Bu mening naqshamga jo'r bo'lgan qadrdon qarindoshlar. Mardanachi yigitlar, qizlar, ko'z oldimda xuddi yulduzlar. Uyg'urimni baxtim tilayman, bulbul bo'lib sayrayman. Sanaman chin dilimdan suyurman, ajdodlarning yo'lin besib talqinni ko'taraman. Ko'ksimda yurak lavulda Uyg'urim deb so'qidi. Abolat xalqim tilimdan salomimni yo'llayman. Assalomu alaykum jon do'stlar, zamondosh jo'r ham yoshlar. Bu mening naqshamga jo'r bo'lgan qadrdon qarindoshlar. Mardanachi yigitlar, qizlar, ko'z oldimda xuddi yulduzlar. Uyg'urimni baxtim tilayman, bulbul bo'lib sayrayman. Assalomu alaykum jon